Rara bemor. Assalomu alaykum. Men keldim. Va alaykum assalom. Bismillah. Muzqaymoq oldingmi? Faqat ko'p yeb qo'ymagin, qizim, yo'qsa tomog'ing og'rib qoladi. Nyam nyam nyam. Ha! Ha! Yeysanmi? Senga mumkin emas. Assalomu alaykum. Men keldim. Iya. Bu nima? Astagfirullah. Bu senmisan, Ra? Senga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Bu nima qilganing? Aks urganda alhamdulillah deyish kerak. Keyin esa senga yarhamakalloh deyishadi. Sen esa javoban yahdikumulloh va yaslihu balakum deysan. Ha? Men buni shunchaki oddiygina aks urish deb o'ylardim, akajon. Odob bilan aks urish kerak. Astagfirullah. Oye! Astagfirulloh. Isitmang bor ekan. Juda ko'p muzqaymoq yeb shamollading. Burning qizaribdi. Tobing qochgan, qizim. Menga isitma kerak emas, ya Alloh. Men yotishni sira istamayman. Unday deyish yaxshi emas. Agar isitmang chiqsa, demak bu Alloh seni yaxshi ko'radi degani. Yaxshi ko'radi? Isitma gunohlarni yuvadi. Shunday hadis bor. Isitmani hatto so'kish kerak emas. Sen oyingga quloq solmay gunoh qilgansan. Endi esa Alloh ushbu gunohingni yuvilishi uchun senga isitmani berdi. Endi esa duo qilib, Allohdan dardingga shifo tilashing kerak, qizalog'im. Ya Alloh, iltimos qilaman, menga isitmamdan shifo ber. Endi hech qachon buncha ko'p muzqaymoq yemayman. Rostdanmi, Ra? Chin yurakdan so'z berasan? Endi ko'p muzqaymoq yemaysanmi? Juda mazali. Anta! Yomon mushuk. Akajon, sabrli bo'ling. Bu ham bir sinov. Hech qachon xastalikdan shikoyat foyda bermaydi. Uning o'rniga duo qilib, Allohdan dardimizga shifo tilashimiz kerak. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.